Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Germaniya Baş ministri Olaf Scholz əpəndimnin Xitay ziyarəti yıqıllab kelayotgan bir paytda Germaniyadagi har qaysi siyasi partiyalar va kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonotlar e'lon qilib, Xitoyning kishilik huquq vaziyatining bargan-sir nacharlab ketayotganligini, milyonlagan Uyg'urlarning hozirma ham jazo lagerlarida tutib turilayotganligini ta'kidlash bilan birga, Bosh ministr Olaf Scholz әпәндімні bu qitimqi Beijing ziyoratida Xitoydan Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini to'xtatishni dadillik bilan talab qilishga chaqirdi. Navbatda O'zbekiston ziyorati bo'layotgan Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimmi Toshkent qilgan so'zida Bosh ministr Olaf Scholz әпәндімнің bu qitim Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Xitoy tarafdan kishilik huquqqa va xalqaro qonunlarga hurmat qilishni talab qilishi lozimligini ta'kidladi. Uyg'ur masalasiga izchil turda ko'ngil bo'layotgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik sababli 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyaning ochilish murosimiga qatnashishni ochiq holda rad qilgan Germaniya Yeshillar partiyasiga mansub tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimning bu qitimqi Qozog'iston va O'zbekiston ziyorati O'rta Osiyo ellarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni alohida so'yindirdi. Annalena Baerbock xonim so'zida yana Germaniyaning savdo jihatda Xitoyga beqinib qilishdan hazar aylish lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Germaniya Bosh ministri Olaf Scholz әпәндім 4 noyabr Xitoyda ziyoratda bo'ladi va ziyorat jarayonida Xitoyning davlat raisi Xi Jinping va Xitoyning bosh ministri Li Keqiang bilan maxsus ko'rish ilib boradi. Bu munosabat bilan 1 noyabr kuni Dünya Uyghur Qurultayı, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti Berlindagi federal axborot saroyida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan va Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Ayso әпәндім axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Olaf Scholz әпәндімден bu qitim Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini kun tartibga ilib kelishini va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun Xitoy doiralariga besim ishlatishini talab qilgan edi. 31 oktyabr kuni BDTga a'zo Amerika, Germaniya, Kanada, Albaniya, Andorra, Avstraliya, Belgiya, Beliz, Somali, Bulgariya, Turkiya, Kroatiya, Kanada, Chexiya, Finlandiya, Fransiya, İsrailiya qatarlıq dövlətlərini öz içigə alğan 50 dövlət BDT Umumi Kenişinin 77-ci qitimliq yığında ortaq bayanat elan qılıb, sabiq BDT Kişilik Huquq Ali Komissari Bachelet'nin bu yıl 31 avgust elan qılğan Uyg'urlar haqqidagi dokladını qollaydiganligini bildirgan və Xitoy hökumətini xalqaro kişilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatiga amal qilishga, shundaqla BDT Kişilik Huquq Ali Komissariyat ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishga chaqirgan edi. Bununğa javoban Xitoy tarafı iqtisodiy jihatdan o'ziga beqinib qolgan Laos, Liviya, Mali, Mauritaniya, Marakesh, Falastin, Pokiston, Saudiya Arabiston, Sudan, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 66 davlatni safarbarlikka keltirib, bu 66 davlatga Xitoyni qo'llab bayonot e'lon qilg'izdi. Yig'inda Kuba vakili bu 66 davlatga vakolatan bayonot bergan bo'lib, bayonotda Xinjiang, Hong Kong va Tibetga munosabatli ishlar Xitoyning ichki ishlaridir. Biz kishilik huquqning siyosiylashtirilishi va qo'sh o'lcham ishlatishiga yoki kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turamiz deyilgan. 31 oktyabr kuni 77 navbatlik BDT Umumiy Kengashi 3-komitetining 39 qitimliq yig'inida Kanadaning BDTda turishliq bosh elchisi Robert Rey 50 davlatga vakolatan so'z elib, bu davlatlarning o'rtaq bayonotini o'qib o'tdi. Robert Rey mundaq deydi: Biz Xitoy Xalq Cumhuriyatidagi kishilik huquq vaziyatidan, bo'libmi Xinjiangdagi Uyg'urlar va musulmonlarni asos qilgan boshqa oz sonli millatlarga qartilgan mavjud kishilik huquq dafsanchiligidan qattiq andish qilamiz. BDT Kishilik huquq Oliy komissari ishxonasining yaqinda e'lon qilgan Xitoy Xalq Cumhuriyatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq andishlariga aloqador doklati bu andishlarni tarafsiz va obyektiv holda muayyanlashtirgan. Dokladda Xinjiangdagi Uyg'urlar va musulmonlarni asos qilgan boshqa oz sonli millatlarni xohlagancha va kamsitish xarakterlik tutqun qilishning ko'lami xalqaroliq jinoyat, bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkinligini o'ttirib qo'ydi. Robert Rey 3-komitetining yig'inda e'lon qilgan bayonotida yana mundaq deydi: Kishilik huquq Oliy komissari ishxonasining dokladidagi baholashning ig'irlik darajasini ko'z tutib, Xitoyning bu dokladni muzokara qilishini izchil rad qilishidan andish qilamiz. Bu nuqtadan biz Xitoy hökumətini xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va kishilik huquq Oliy komissari ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishga chaqiramiz. Bu Xinjiangdagi erkinlikdan xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berishni,
yo'qolib ketgan oila a'zolarining oqibati va izderikini jiddiy oydinlashtirishni va bexatar aloqalashish va oilasi bilan jam bo'lishga qulaylik yaratishni o'z ichiga oladi. Robert Reyning oldida Amerikaning vakili so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilganligini ko'rsatgan. Uning aytishicha, Xitoy o'zining sodir qilayotgan qabih qilmishlarini darhol to'xtatib, qonunsiz va nohaq tutqun qilingan tutqunlarni qo'yib berishi, mustaqil tekshiruvchilarning Uyg'ur rayonida cheklimisiz tekshirish elib berishiga yo'l qo'yish kerak ekan. U mundaq deydi: Amerika Xitoy Xalq Cumhuriyetining Şinjan sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini, shundaqla boshqa joylardagi dafsanchilik harakatlarini, jumladan Tibetdagi kishilik huquq bo'lgan qattiq cheklamasini, Hong Kong avtonomiyasiga buzg'unchilik qilishini qattiq ayblaydi. Biz Kishilik huquq Oliy komissari ishxonasining 31 avgust e'lon qilgan dokladida hujjatlashtirilgan Şinjandagi xohlagancha tutqun qilish, tan jazosi va boshqa kishilik huquq dafsanchiliklariga diqqat qilishga chaqiramiz. Kishilik huquq Oliy komissari ishxonasining doklad xohlagancha va kamsitish xarakterli tutqunning ko'lami insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkin deb xulosa chiqardi. Biz Xitoy Xalq Cumhuriyetining sodir qilayotgan qabihlikini darhol to'xtatib, nohaq yoki xohlagancha tutqun qilinganlarni qo'yib berishga, g'oyib bo'lganlarning oqibatini oydinlashtirib, mustaqil mutaxassislarning Şinjanda cheklimsiz tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishga chaqiramiz. 50 davlatning bayonoti Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qarshi ilishiga erishdi. Ular 31 oktyabr e'lon qilgan bayonotida Kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarning bu masalani eng tez orada qayta muzokara qilishi va BDTning tekshirish mexanizmini qurib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligidagi javobgarligini surishtirishning yo'llarini o'ylashini talab qilgan. Bu tashkilotning ta'kidlashicha, bo'libmi bundaq bir mexanizm insoniyat qarshi jinoyatning mas'ullarini javobgarlikka tortishni tavsiya qilish kerak ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu hozir qadar BDTda e'lon qilingan Uyg'urlar haqidagi bayonot yoki xitobnomalarga eng ko'p davlatning imzo qo'yish bo'lib, BDTda Şinjan dokladini qo'llaydigan davlatlarning ko'payayotganligini ko'rsatadi ekan. Nyu-York shahridagi dongliq oqillar markazlarining biri bo'lgan Atlantik kengashining tadqiqotchisi, kishilik huquq masalalari advokati Rayhon Asad xonimning Amerikadagi nopuzliq axborot organlaridan biri bo'lgan Vox xabarlar to'g'ri tarafidan dunyoning har qaysi joylaridan tanlangan 50 nafar mukammal kelgusini yaratuvchilar tarkibidan o'rin olishi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Vox xabarlari to'g'ri yaqinda mukammal kelgusi yaratish uchun kerakli bo'lgan ideya, siyosat va planlarni olg'a surish, ularning ahamiyatini ta'kidlash maqsadi bilan mukammal kelgusini yaratuvchilar tizimligini e'lon qilgan bo'lib, 50 kishilik mazkur tizimlikka dunyoning har qaysi joylaridan, har sohadan ko'z ko'ringan kishilar, jumladan o'zining xizmati, fikri, ideyasi va faoliyatlari bilan bu dunyoning kelgusining parlaq va mukammal bo'lishi uchun hassa qo'shayotgan shaxslar baholanib kirgizilgan. Bu yil mana bu tizimlikdan Amerikadagi Uyg'ur advokat Rayhon Asad o'rin olgan. Advokat Rayhon Asad bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida o'zining bu tizimlikka kirishdagi sababini yolg'iz o'zining xizmatlariga bo'lgan tonish emas, balki Uyg'urlar tortayotgan zulm bo'lgan tonish. Shundaqla Uyg'urlarning Xitoy hukumatining shuncha ig'ir zulmiga uchrab turibmi o'zining tinchlikparvar va oq ko'ngillikdek ro'yini saqlab qilishdak esil fazilatiga bo'lgan tonish deb baholadi. Advokat Rayhon Asad bo'lsa, Enis Akbar Asadning Xitoy hukumati tomonidan boshqa millionlagan Uyg'urlarga o'xshash lagerlarga qamalish bilan boshlangan faoliyatchilik hayoti, ya'ni uning dunyoda o'chmanlikni yo'qotish yo'lida ko'rsatayotgan xizmatlari uchun loyiq ko'rilgan. Rayhon Asad bu vaqt qilgan so'zida Uyg'urlar bugun duchor bo'layotgan zulm yolg'iz Uyg'urlarning masalasi bo'lmasdan, balki dunyoning masalasidir. Uyg'urlarning o'z milliy g'ururi bilan yashashiga kapolatlik qilganlik dunyodagi butun xalqlarning g'ururiga kapolatlik qilganlikdir deb ko'rsatdi. Vox xabarlari to'g'ri Rayhon Asad haqida yozgan tonishtirishida Rayhon Asadning Enis Akbar Asad hamda butun Uyg'urlarning davosini qilish, bo'libmi sukut qilish yoki oilasini xavfga ittirish badaliga Uyg'ur xalqining ovozini anglatish yo'lida harakat qilishdan iborat qiyin tanlashga duch kelganligini, ammo Rayhon Asadning oqibatda o'zi so'ygan inisi va xalqini tanlaganligini bayon qilgan. Vox xabarlari to'g'ri yuqoridagi mukammal kelgusini yaratuvchilar tizimligiga kirgan kishilarning o'rtaq aloyidligini tövandikidek shariylagan. Tizimlikda o'rin olgan ismlarning o'rtaqligi nima? U bo'lsa ularning bizga berilgan dunyodanmi erkin, texmi adil va bexatar dunyoni tasavvur qilish va bu o'zgarishning bir qismi bo'lishdek irodasidir. Ular cho'nqur umidsizlik va oxiratning qo'rqinchi ichidami reallikni yaxshilik burashning mumkinchiligi borligiga ishindi. Bu o'zgarishni reallik aylantirish bizning navbatdagi va kelgusidagi majburiyatimizdir. Advokat Rayhon Asad matbuotlar qilgan so'zida, agar Uyg'urlar lagerdan chiqmasa, ular uchrayotgan bu zulm oyoqlashmasa, go'zal va mukammal kelajakdan so'z eshitishning mumkin bo'lmaydiganligini ta'kidladi. U so'zda yana dunyoni vaziyatida turishga, yana ko'p davlatlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tonishga,
Şundaqla bunun qarta tədbir qo'llanishga chaqirdi. Advokat Rayhan Asad yana har qaysi hukumatlardan va xalqarалық shirkatlardan Uyg'ur majburiy emgakini cheklashni talab qildi. 28 oktyabr Gollandiya doiralari Amsterdam va Rotterdamda qurilgan Xitoyning ichki soqchixonasini tekshirishga boshlaganligini e'lon qilgandan keyin Germaniya, Irlandiya, Shvetsiya va Kanada qatorliq davlatlarning hukumatlari o'z davlatlaridagi Xitoy soqchixonalarini jiddiy tekshirishga boshlagan. Xitoyning boshqa davlatlarda qonunsiz soqchixona ta'sis qilishi g'arb davlatlarining g'azablarini qo'zg'agan. Bu igilik huquqi daxl tarz qilish deb atalgan. Janubiy Germaniya gazetining 28 oktyabr e'lon qilgan doiralar Xitoyning Helsinki soqchixonasining paketlarini tekshirmoqda nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoy hokimiyati Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda 30 qonunsiz soqchi punkti qurgan. Buning birining Germaniyaning Hessen shtatiga qarashli Frankfurt shahrida ekanligi ma'lum bo'lgan. Federatsiya asos qonunni qo'g'dash idorasi muhofizatchilarning dokladini ko'rgandan keyin jiddiy tekshirish xizmatini boshlagan. Markaziy Ispaniyada bo'lgan muhofizatchilar nomli hukumatsiz tashkilot 9-oyda Xitoyning chet ellarda 50 dan ortiq soqchixona qurganligini, bu soqchixonalarning vazifasining chet ellardagi Xitoy qarshi kishilik huquq faoliyatchilarini va o'qituvchilarni tekshirish, ular to'g'risida ma'lumot to'plash, ularga tahdid silish va ularni bostirishni asos nishon qilganligini e'lon qilgan bo'lib, Yevropa ellaridagi bu xil qonunsiz soqchixonalarning soni 30 dan oshadi ekan. Biroq Xitoy hokimiyati bu dokladga e'tiroz bildirib, mazkur soqchixonalarning chet eldagi Xitoy muhojirlarga yordam berish o'rni ekanligini, uningda boshqa davlatlarning igilik huquqiga daxl qilish mexanizmi yo'qligini ta'kidlagan. Doiralar Xitoyning Helsinki soqchixonasining paketlarini tekshirmoqda nomli xabarda bayon qilinishicha, Yevropa davlatlari Xitoyning bu xil qonunsiz soqchixonalarini tekshirish uchun allaqachon harakatga o'tgan. Irlandiya doiralari poytaxt Dublindagi Xitoy soqchixonasini tekshirgandan keyin uni darhol taqash buyrug'i bergan. Xitoy yana Kanadaning eng cho'ng shahri bo'lgan Toronto shahrida 3 soqchixona qurgan bo'lib, Kanada Federatsiya soqchilarini tekshirish xizmatini boshlagan. Germaniyada nashrdan chiqadigan Aynek jurnalining 28 oktyabr e'lon qilgan Xalqaro kelishimlarga qarshi harakat nomli maqolasida bayon qilishicha, Germaniya parlament a'zolari bu ishdan qattiq g'azablangan. Germaniya Birlashma hukumatining bayonotchisi Jürgen Hart bu vaqtda to'xtalganda Xitoyning bu qonunsiz soqchixonalari xalqaro ahdnomlarga xilof kishini g'azablantirdigini, Xitoy mustabid hokimiyati o'zining hokim mutlaqligini hech shiklanmay Germaniyadagi fuqarolarning kishilik huquqlarini bostirishga qadar kengayotidi degan. Germaniya parlament a'zolari bu ish tufayli Ichki ishlar ministrligiga qattiq besim ishlatishga boshlagan. Ular buni igilik huquqiga daxl tarz qilish darajasiga ilib borgan. Xitoyning Shvetsiyadagi soqchixonasi poytaxt Stockholm shahrining g'arbidagi bir Xitoy mehmonxonasiga o'rnashgan bo'lib, Shvetsiya hukumat doiralarini tekshirishni davom qilmoqda ekan. Germaniyat nashrdan chiqadigan Bozor uchurlar gazetining 30 oktyabr e'lon qilgan siyosiy o'qituvchilarni ovlash Xitoyning Yevropadagi qonunsiz soqchixonalari Germaniya siyosatchilarini tavratdi nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoyning bunda qonunsiz soqchixonalari yana Fransiya poytaxti Parij, Ispaniya poytaxti Madrid, Avstriya poytaxti Viyana qatorliq ko'plagan davlatlarning poytaxtida qurilgan ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.